qaynopam kelyapti. Ya, ayam yurak qonga to'layapti, chota uyga ammam kelyapti. Tez uylarni yig'ishtirib, tapday-naqday qilib tashlang. Uylar toza bo'lmasa meni haydab yuboraman. Ne только sizda kerak bo'lsa, meni ham haydab yuboradi. Zinglang. Teklan, rastlan, erkin. Ha, kelinjonni qaynonasi hamman jonni ammoli ekanda. Dadasi erkak kishisiz-ku, opangizga bir narsa deng. Ya opayz deyorma. O'zi opam ko'rgandan beri oyog'im ishlamay qoldi. Choy. Hozirlab kelaman ammajon. Davno damlab kelyapti opajon. Hozir yelkalaringizni ham masaj qilib qo'yaman opajon. O, ammajonim kecha kelmangizda ayam dadamga shunday gap qaytardi. Ha, kelin chota duxingiz o'sib qoldimi? Ha, yo'q ey bolam, u prank edi-yu. Voy opajon, kechiring, boshqa qaytaring meni opajon, kechirib qoling. Ha, kelin sirqovlamay ovqatga ham qarang, sigirlarni ham sog'ib qo'ying. Voy, xo'p bo'ladi oyijon. Ha, kelin, sizni shohingiz bormi? Xo'p bo'ladi opajon. Alo, nima? Voy, o'lmasam hozir boraman. Voy opajon, yaxshi yetib oling, yaxshi boring. Voy, oyijon, ammajon, yumshoqqina ayol ekan, muncha qo'rqasiz? Voy, bilmadim, har safar shu qaynopam kelsa, qaynonam tirilib kelgandek bo'laveradi. Voy, nima shoshib ketdi o'zi? Ha, ammamning qaynopasi kelyapti ekan, uylarni tozalagan ketdi. Amma keldi, hamma keldi degan shu bo'lsa kerak-da. Xo'sh, ammam kelyapti.